Ro'yxatga olish yakunlariga ko'ra O'zbekiston aholisi 39 milliondan ortgani ma'lum bo'ldi. Prezident milliy jamoa futbolchilarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Profilaktika inspektori, yo'l patrul, post patrul va qo'riqlash xizmati yagona tizimga birlashtiriladi. Oliy ta'lim vazirligi talabalar turar joylari sotuvga qo'yilmaganini ma'lum qildi. Toshkentda aqlli zebra tizimi sinov tariqasida ishga tushirildi. Kunning eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuvda O'zbekiston milliy jamoasining futbol bo'yicha jahon chempionatidagi ishtirokiga to'xtaldi. Milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirilmoqda, lekin vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas. Aksincha, bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan muhim, dedi davlat rahbari. Katta g'alabalar hali oldinda ekani, buning uchun futbolni rivojlantirishga yanada keng sharoitlar yaratilishi, bu sohaga investitsiya ko'paytirilishi ta'kidlandi. Eng avvalo bolalar futboliga e'tibor kuchaytirilib, mazkur sport umummilliy harakatga aylantiriladi. Kelasi yilning yanvar oyida Saudiya Arabistoni maydonlarida o'tkaziladigan futbol bo'yicha Osiyo Kubogiga tayyorgarlik hozirdan boshlanadi. Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz, dedi mamlakat prezidenti. Davom etamiz. Ro'yxatga olishning dastlabki natijalari O'zbekiston aholisi 39 million 47 ming 321 nafar ekanini ko'rsatdi. Ro'yxatga olish natijasidagi aholi soni rasmiy statistikadan 810,6 ming nafarga ko'p ekanligi aniqlandi. Aholining 54,5% shaharlarda, 45,5% qishloq joylarda yashamoqda. Shuningdek, O'zbekistonda 1 yildan ortiq muddat yashayotgan 56,860 nafar xorij fuqarosi aniqlandi. Shundan 13,312 nafari yoki 23% hindistonliklar, 10,826 nafar yoki 19% esa rossiyaliklar hisoblanadi. Ro'yxatga olish natijalariga ko'ra O'zbekiston aholisining 34,9 million nafari yoki 89,4% o'zbek millatiga mansub. Shuningdek, aholining 35,7 million nafari yoki 91,3% o'zbek tilini ona tili deb hisoblaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29-iyun kuni profilaktika inspektorlari va jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyatini takomillashtirish, sohada kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda jinoyatchilikni baholashda raqamlar va ko'rsatkichlarni taqqoslash amaliyotidan to'liq voz kechilmagani ko'rsatib o'tildi. Jamoat xavfsizligi bo'linmalari faoliyati samaradorligini baholash mezonlari aholiga xizmat ko'rsatuvchi tizim tamoyili asosida belgilanishi taklif qilindi. Buning uchun profilaktika inspektorlari yo'l patrul, patrul post va qo'riqlash xizmatlari faoliyatini o'zaro uyg'unlashtirish, ularning aholi murojaatlariga tezkor munosabat bildirish, fuqarolar bilan ochiq muloqot qilish, xavf guruhiga kiruvchi shaxslar bilan manzilli ishlash borasidagi vazifalarni yagona tizimga birlashtirish nazarda tutilmoqda. Jumladan, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda ayrim funksiya va vakolatlarni patrul post hamda qo'riqlash xizmatlariga, jamoat tartibini saqlashdagi ba'zi vakolatlarni esa yo'l patrul xizmatiga berish ko'zda tutilmoqda. Keyingi xabar. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi talabalar turar joylari sotuvga qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. Vazirlikning ta'kidlashicha, ommaviy savdoga talabalar yashaydigan xonalar emas, balki talabalar turar joylari tarkibidagi bo'sh turgan yerto'la, hovli qismi, oshxona, bufet hamda yotoq joy sifatida foydalanmaydigan boshqa yordamchi maydonlarni ijaraga berish uchun obyektlar qo'yilgan. Xususan Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Farg'ona davlat universiteti, Guliston davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Farg'ona davlat texnika universiteti va Termiz davlat universitetidagi ayrim bo'sh maydonlar ommaviy savdolar orqali ijaraga berish uchun joylashtirilgan. Mazkur obyektlar talabalar yashaydigan xonalar hisoblanmaydi va yotoqxonalardagi o'rinlar soni qisqarishiga sabab bo'lmaydi. Navbatdagi mavzu bilan davom etamiz. Toshkent shahrida piyodalar xavfsizligini oshirish maqsadida yangi avlod RRFB texnologiyasi sinov tariqasida joriy etildi. Yangi tizim haydovchilarni piyodalar o'tish joyi haqida oldindan ogohlantirish orqali yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan. Mazkur texnologiya haydovchilar piyodalar o'tish joyini qaysi qator yoki qaysi yo'nalishda harakatlanayotganidan qat'iy nazar uzoq masofadan ko'rishi uchun ishlab chiqilgan. Tizim asosan transport oqimi past va o'rtacha bo'lgan ko'chalarda qo'llashga mo'ljallangan.
Loyiha doirasida ogohlantiruvchi signal chiroqlari yo'lning ikki chetida, ajratuvchi qismida hamda qatnov qismi ustidagi baland konstruksiyaga o'rnatilgan. Bu esa piyodalar o'tish joyining haydovchilarga har qanday nuqtadan yaxshi ko'rinishni ta'minlaydi. Shuningdek, yo'lning ikki tomonida chaqiruv tugmalari bilan jihozlangan ustunlar o'rnatilgan. Piyoda tugmani bosgan zahoti ustunlardagi yorqin sariq signal chiroqlari ishga tushib, haydovchilarni piyodalarning yo'lni kesib o'tish niyati haqida ogohlantiradi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimizda yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.